Assalomu alaykum. Agar tadbirkor bo'lsangiz, xodim topish bilan bog'liq muammo sizda ham bor. Mana shu muammoni bartaraf qilish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Qayerdan xodim topiladi, qaysi usullari bor? Hozirgacha menda xodim topish muammo edi. Hozir endi xodim topish bilan umuman qiyinchilik yo'q. Ismim Alisher Nomozov. 7 yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman, biznesmenman. Shu vaqtgacha 100 dan ortiq xodim bilan, 200 ga yaqin xodim bilan ishladim. Juda ko'pchiligini bo'shatdim. Hozirgacha ba'zilari bilan ishlayapman. Xodim bilan bog'liq muammolarni deyarli bartaraf qildim. Hozir oson xodim topaman. Mana shu xodim topishni 4 ta yo'lini bugun Xudo xolasa siz bilan ko'rib chiqaman. Birinchi va O'zbekistonda eng ko'p xodim izlanadigan yo'l bu saytlar orqali izlash. Bular saytlar juda ham ko'p hozirgi vaqtda. Ularning ichidan eng asosiylari O'zbekistonda agar siz top kadr, top menejerlarni, rahbarlarni qidirayotgan bo'lsangiz, LinkedIn uz sayti orqali topsangiz bo'ladi. Yoki buxgalter, sotuv menejeri, SMMchi, yaxshi marketolog qidirayotgan bo'lsangiz, buni ikkinchi sayt HH.uz orqali topsangiz bo'ladi. Bu sayt ham juda ham zo'r. O'zbekistonda ko'p tadbirkorlar tomonidan foydalanib kelinadi va foyda topiladi. Va uchinchisi, malaka talab qilinmaydigan, asosan ustalar, fabrika ishchilari va shunga o'xshaydigan ofitsiantlar va shu turdagi xodimlarni izlaydigan va mashhur sayt OLX.uz. OLX.uz orqali shu turdagi xodimlarni topasiz. Bundan tashqari ham juda ham ko'p saytlar bor. Mana shu saytlarni xudo xolasa opisaniyada qoldiramiz. Opisaniyadan ko'rib olib foydalansangiz bo'ladi. U saytlar ham xudo xolasa siz uchun foydali bo'ladi. Ikkinchisi va O'zbekistonda eng qulay ishlatiladigan usullardan biri bu Telegram kanallari orqali xodim izlash. Bilasiz, Telegramdan tadbirkorlarmi, umuman insonlar juda ham O'zbekistonda qulay foydalanadi. Shuning uchun Telegram kanallari va Telegram kanallari orqali xodim topish tadbirkorlarga qiyinchilik tug'dirmaydi. Juda ham ish topish bo'yicha ko'p Telegram kanallari bor. Ulardan bir nechtasini hozir siz uchun ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Misol uchun o'zim manfaat topgan Ishtopar.uz, Ishtop.uz, Kasbim.uz va Rizqim.uz kabi Telegram kanallari bor. Mana shu kanallar orqali men juda ham ko'p xodim topganman. Bu kanallardan xudo xolasa foydalansangiz manfaat topasiz. Yana ham qo'shimcha ko'proq kanallar menga kerak desangiz, opisaniyadan ko'rib, foydalanib, ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Uchinchi xodim topish yo'li eng tez va siz xohlagan xodimni topish imkonini beradigan xodim topish agentliklari orqali xodim izlash. Mana shu usul hozirgi vaqtda tadbirkorlarni ham vaqtini, ham energiyasini tejab beradigan usul. Pul berasiz mana shu agentliklarga, siz uchun siz xohlagan va kerakli xodimni topib beradi. Men bu usuldan hozirgi vaqtda juda ham ko'p foydalanaman. Asosiy ishlaydigan agentstvo, Ishtopar degan agentstvo bor. Bularni Telegramini aytib o'tdim yuqorida. Mana shu agentlik men uchun nechta xodim bo'lsa, hozir muammosiz men xohlagan xodimni topib beryapti. Siz ham foydalanib ko'ring. Mana shu agentliklar orqali izlashingiz xodim bo'yicha muammongizni yechadi. Qo'shimcha yana ko'proq agentstvolar ro'yxati kerak desangiz, uni ham opisaniyada qoldiramiz. Mana shu ro'yxatni ham olib foydalanib ko'rsangiz bo'ladi. To'rtinchi yo'l esa ko'pchilik tadbirkorlar bilmaydigan va juda katta effekt berishi mumkin bo'lgan referal tizim, ya'ni xodim orqali izlash. Misol uchun bitta yoki ikkita xodimingiz bor kompaniyangizda. Xodimga qarindoshlaringdan, tanishlaringdan agar ish izlayotgan va bizga to'g'ri kelayotgan xodim bo'ladigan bo'lsa, bizni ishxonamizga olib kel. Biz undan suhbat qilib ko'ramiz. Agar biz ishga olsak va bizda ishlasa, xudo xolasa bu uchun senga bonus beramiz deb ayting. Sizning xodimingiz siz uchun xodim topib keladi. Bu usul ham juda ham katta effekt beradi. Sinab ko'ring, xudo xolasa manfaat topasiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, mana shu 4 ta usuldan foydalanib ko'rgan tadbirkor xodim topishda xudo xolasa qiynalmaydi va kuchli jamoa qura oladi. Izohlarda sizda xodim bilan bog'liq qanaqa muammolar bo'lgan, bu haqda ham yozib keting. Keyingi videolarimizda mana shu muammolarni o'rganib, xudo xolasa yana bitta tahlil qilamiz.